Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari. Mana endi bizda beton oxirlar, molga oxirlarimiz ishlab chiqarilyapti. Mana bitta tarafi baland bo'ladi. Molning orqa tarafi 37 cm. Mana bu mol tarafi 28 cm. Mana bunday mol oxirlarimiz bor sotuvda. Xudo xolasa o'zimiz uylarga qo'yganmiz. Juda ham yaxshi bo'lgan qulay variantda. Oldingi eski qoliplarimiz mana bu yog'i shuni to'rtburchak bo'lardi. Buni molni bo'ynini qirardi, boshqa shunday muammolar bo'lardi. Keyin mana bu yeri ham to'rtburchak bo'lardi. Hozir bularni doira shaklida qilib chiroyli qilib xudo xolasa chorvalar uchun qiyinchilik tug'dirmaydigan qilib ishlab chiqarganmiz. Yangi qoliplarimiz. Kimga shu mol oxirlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz O'zbekiston tumani Kichik Tog'ob qishlog'i. Ichi 40 cm bo'ladi, uzunligi 1,5 metr. Mana hamdek qaragan holatda 1,5 metr. Bitta molga jinday bemalolroq bo'ladi. 1,20-1,25 bo'lardi odatda. Ularni 1,5 metr qilganmiz ekan. Mana shunday mahsulotlarimiz bor, tayyorlari. Xudo xolasa bugun ham bir kishiga 20 ta berdik. Bundan tashqari mana bu kalodislar, har xil razmer. Tarafta latoglarimiz bor, har xil razmerlari bor.